Namchil shahar nafasi. Toshkentning kuz oqshomi. Havo og'ir va rutubatli. Osmon go'yo yerga juda yaqin tushib qolgandek, pastak bulutlar shahar chiroqlari nurida xira jigarrang tus olgan. Sardor Oloy bozori qarshisidagi bekatda turarkan, qo'llari paltosining cho'ntaklarida, barmoqlari esa beixtiyor hayajondan titrardi. U 27 yoshda, bu yoshda erkak kishi yoki o'z yo'lini topgan bo'ladi, yoki o'sha yo'lning chorrahasida butunlay adashib qolgan bo'ladi. Sardor o'zini ikkinchi toifaga mansub deb hisoblardi. Uning qo'ltigida katta qog'ozga o'ralgan rasm bor edi. Bu uning so'nggi 6 oy davomidagi borligi, uyqusiz tunlari va sindirilgan mo'yqalamlari mahsuli, umidsizlikning rangi deb nomlangan polotno. Ertaga uning hayotidagi birinchi shaxsiy ko'rgazmasi ochilishi kerak. Ammo u xursand emasdi. Ich-ichidan nimadir kamligini, nimadir yetishmayotganini his qilardi. Uning san'ati bor edi, lekin uning san'atida ruh yo'qdek edi. Yomg'ir kutilmaganda, go'yo osmon yorilib ketgandek savalay boshladi. Tomchilar asfaltga urilib, kichik fontanchalar hosil qilardi. Sardor rasmiga shikast yetmasligi uchun yaqin atrofdagi kichik, eski shahar uslubida bezatilgan qahvaxonaning ayvoniga o'zini urdi. Birinchi nigoh. Qahvaxonaning ayvoni tor edi. U yerda Sardordan tashqari yana bir kishi bor edi. U qiz edi. Qiz o'rindiqning chetida o'tirar, uning ustidagi oq yomg'irposhi butunlay xol bo'lib ulgurgan, qora sochlari yuziga yopishib qolgandi. Uning qo'lida qalin bir kitob bor edi. Qiz yomg'irdan emas, balki qo'lidagi o'sha kitobdan xavotirda ekani yaqqol ko'rinib turardi. U rasm qog'ozini yirtib, kitobning muqovasini artishga harakat qilar, lablari pichirlab nimadirlar derdi. Sardor beixtiyor unga yaqinlashdi. Rassomning ko'zi bilan qaraganda, bu manzara ideal edi. Yomg'ir pardasi, xira chiroq nuri, oq kiyimdagi qiz va qadimiy kitob. Kechirasiz, dedi Sardor ovozi biroz xirillab. Menda quruq salfetkalar bor edi. Agar xohlasangiz. Qiz boshini ko'tardi. Mana shu lahzada Sardorning dunyosi to'xtab qolgandek bo'ldi. Qizning ko'zlari. Ular oddiy qora yoki jigarrang emas edi. Ular xuddi kuzgi ko'ldek tiniq, ammo tubida qandaydir katta qayg'u yashiringan nigohlar edi. Uning yuzi oppoq, burni biroz qirra va lablari titrar edi. Rahmat, dedi qiz past ovozda. Uning ovozi xuddi uzoqdan kelayotgan musiqa sadosidek mayin edi. Bu shunchaki kitob emas. Bu mening dunyom. Ismi sirli suhbatdosh. Ular 1 soatdan ko'proq vaqt davomida o'sha kichik ayvon ostida qolib ketishdi. Tashqarida yomg'ir kuchayar, dunyo go'yo g'oyib bo'lgandek, faqat mana shu qahvaxona va ular qolgandek edi. Sardor o'zini tanishtirdi. U o'zining ijodi, ranglar bilan qanday kurashishi, nega ko'k rangni yashildan ko'proq yaxshi ko'rishi haqida gapirib berdi. Odatda u juda kamgap edi, lekin bu notanish qizning qarshisida uning tili yechilib ketgandi. Mening ismim Laylo, dedi qiz nihoyat. Men sozlar bilan yashayman. Siz ranglar bilan dunyoni chizsangiz, men sozlar bilan uni tushunishga harakat qilaman. Lekin ba'zida na ranglar, na sozlar yordam bera olmaydi. Nega bunday deysiz? So'radi Sardor hayron bo'lib. Chunki hayotda shunday ranglar borki, ularni hali hech kim kashf etmagan. Va shunday og'riqlar borki, ularga hali nom berilmagan. Layloning har bir gapi Sardorning qalbiga oqdek sanchilardi. U Layloda o'zi izlayotgan o'sha ruhni ko'rgandek edi. Uning har bir harakati, sochlarini orqaga surishi, kitobini avaylab ushlashi, barchasi bir butun san'at asari edi. Qalbga sanchilgan shubha. Suhbat davomida Sardor Layloning nigohida galati bir narsani payqadi. U tez-tez soatiga qarar,
go'yo kimdandir yoki nimadandir qochayotgandek atrofga xavotir bilan nazar tashlardi. Sizni kimdir kutyaptimi? Deb so'radi Sardor. Laylo achchiq jilmaydi. Meni vaqt kutyapti, Sardor aka. Vaqt esa juda shafqatsiz hakam. Yomg'ir biroz pasaya boshladi. Laylo o'rnidan turdi. Uning harakatlari shoshilinch, ammo nafis edi. Men ketishim kerak. Bugungi tasodif uchun rahmat. Sizning ko'rgazmangiz muvaffaqiyatli o'tishiga ishonaman, dedi u va yo'lga chiqdi. Sardor uni to'xtatmoqchi bo'ldi. To'xtang. Men sizni yana qayerda ko'rishim mumkin? Telefon raqamingizni yoki manzilingizni ayting. Laylo o'girildi. Uning yuzida yomg'ir tomchilari va balki ko'z yoshlari qorishib ketgan edi. U sumkasidan kichik sargaygan qog'oz parchasini olib Sardorning qo'liga tutqazdi. Agar taqdir bo'lsa, bu qog'oz sizni menga yetaklaydi. Agar bo'lmasa, unda bu rasm qog'ozi bo'lib qolaveradi, dedi-yu u qorong'u ko'chaga singib ketdi. Ochmas rasm. Sardor uyga qanday yetib kelganini bilmadi. Xonasida Layloning hidi, yomg'ir va qandaydir yovvoyi gullarning hidi qolganidek edi. U qo'lidagi qog'ozni ochdi. Unda na raqam, na manzil bor edi. Unda faqat qalamda chizilgan siniq ko'zgu surati va ostiga yozilgan bir jumla bor edi. O'zingni topmoqchi bo'lsang, ko'zguga emas, uning siniqlariga bor. Sardor o'sha kechasi uxlamadi. U o'zining ertangi ko'rgazmasi uchun tayyorlab qo'ygan markaziy asarini olib tashladi. U oppoq polotnoni qo'ydi va qo'liga mo'yqalam oldi. U Layloni chiza boshladi. Uning ko'zlaridagi o'sha nomsiz og'riqni, yomg'ir ostidagi o'sha lahzani chizdi. U hali bilmasdi, bu uchrashuv uning shon-sharafining boshlanishi, lekin baxtining poyoniga yetishi bo'lishi mumkin edi. Laylo oddiy qiz emas edi. Uning ortida butun bir oilaning fojiasi va o'lim bilan o'ynashayotgan taqdir turardi. Sardor o'sha tunda Laylo qoldirgan sirli bitikni o'qirkan, hali bu uchrashuv uning hayotidagi eng baxtli va ayni paytda eng og'riqli lahzalarning ibtidosi ekanini bilmasdi. Taqdir ularni nima uchun aynan shu yomg'ir ostida uchrashtirdi? Bu tasodifmi yoki yozilgan qismat? Keyingi qismda Sardor Layloning sirini izlab shifoxona ostonasiga qadam qo'yadi. O'tkazib yubormang.